Amerika prezidenti Joe Biden uning rahbarligidagi Amerika hukumatining Xitoy bilan favqulodda keskin raqobat ichida ekanligi, biroq Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatda to'qinishga ehtiyojli emasligini bildirgan. Prezident Bidenning 7 yanvar, ya'ni yakshanba kuni Amerika CBS televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda aytishicha, u vazifaga o'tirgan 20 yanvardan beri Xi Jinping bilan ko'rishib baxmagan. Biroq u o'zining ilgari muavin prezidentlik davrida uning bilan ko'p qitim uchrashganligi, uning bilan uchrashishning dunyodagi boshqa har qanday bir rahbardan ko'p ekanligini bildirgan. Prezident Biden Xi Jinpingni nəhayət yaxşı biladiganligi, uning nəhayət aqlliq, nəhayət qattiq odam ekanligini bildirib, biroq uning so'ngida demokratiya zararchilikmi yo'q degan. But he is the question is, I've said to him all along that we need not have a conflict, but there's going to be an extreme competition. Bu Bidenning vazifaga o'tirgandan beri tunji qitim Amerika taratqularida o'zining Xitoy to'g'risidagi o'y-fikrlarini bayon qilishi va Xi Jinpingga baho berishidir. Birlashma agentligining xabarida qayd qilinishicha, Xitoy Biden hukumatidan ikki taraf munosabatining yumishishini kutsimi, biroq yangi hukumatning Amerikaning savdo, Tayvan, kishilik huquq, Janubiy dengiz masalalaridagi pozitsiyasini o'zgartirishi natoyin ekan. Prezident Biden ziyoratda o'zining Xi Jinpingga izchil to'qinishib qolmasligimiz kerak deb aytib kelganligini ko'rsatib, ammo Xitoy bilan favqulodda keskin raqobat bo'ladi va buni men u biladigan usul bilan qilmayman degan. We need not have a conflict, but there's going to be an extreme competition. And I'm not going to do it the way that he knows this because he's been sending signals as well that I'm not. Uning ta'kidlashicha, u Amerika-Xitoy munosabatlarida sobiq prezident Trumpning tutqa yo'lini tutmaydiganligi, buningda xalqaro qoidalarning yo'liga markazlashadiganligini bildirgan. That I'm not going to do it the way Trump did. We're going to focus on international rules of the road. Biden bu so'zlarni Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning BDT kishilik huquq kengashiga qaytib kelganligini e'lon qilishning oldida qildi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Amerikaning dushanba kuni kishilik huquq kengashi bilan ko'rishadiganligini bildirgan.